Shu tariqa Tanya jamoamizga qo'shildi va biz 3 kishilik uchun birinchi ish topdik. Men hali birortasini ham topganim yo'q. Bu ish shilimshiqlarni yo'q qilish. Anistar.uz taqdim etadi. Hayvonlar bo'ysundiruvchisi 4-qism. Efterajali shilimshiqlar hech kimni mag'lub qila olmaydigan yirtqich hayvonlardir. Shuning uchun ko'p sarguzashtchilar ularga e'tibor bermaydi. Ammo e'tiborsiz qoldirishsa, ular ko'payib ketadi. Keyin esa qishloq xo'jaliklarini yo'q qilishlari odatiy holdir. Faqat shilimshiqlar emas. Nima? Kanada, siz shilimshiqlardan qo'rqasizmi? Yo'q. Men shilimshiqlarni muammosiz yenga olaman. Men ularni o'ldirganimdan so'ng hamma yog'im yopishqoq shilimshiq bo'lishini yomon ko'raman. Ularni jismoniy urish juda ham katta xato. Men ularni faqat olov to'pim bilan yoki olov nafasim bilan o'ldiraman. Menga ishonishingiz mumkin. Rostdanmi? Tanya, siz juda ham zo'rsiz. To'xtamang, maqtashda davom eting. Siz ajoyibsiz. Avvaliga ularning kelisha olishiga ishonchim komil emas edi. Endi xavotir olmasam ham bo'ladi. Hech qayerda shilimshiqlar yo'q. Menimcha shilimshiqlar to'dasini topish osonroq deb o'ylayman. Xo'sh, bo'lmasam tepadan tekshiramiz. Tepadan? Siz qushga aylanmoqchimisiz? Yo'q, ammo menga yordam berishlaring kerak. Men qush bilan birlashishni o'yladim. Birlashish? Ha, sizga nima bo'ldi? Reyn, nima uchun yuzi oqarib ketdi? Sizga nima bo'ldi? Qizlar, men shu yerdaman. Reyn, siz qushga aylandingizmi? Deyarli desa ham bo'ladi. Men unga ruhimni bir qismini o'tkazdim va unga bilimimni bag'ishladim. Shundan so'ng qush tanasidan foydalanishga imkon berdi. Hayvonlar bilan birlashish bo'ysundiruvchilarning qobiliyatidan biridir. Suhbatlashish uchun men fikr sehrlarini yuboraman. Sehrmi? Reyn, siz buni qanday qila oldingiz? Ko'zlarimga ishonmayapman. Haqiqatan ham sizning qobiliyatingiz juda ham ajoyib. Hamma hayvon bo'ysundiruvchi shunday qila oladi. Yo'q, ular bunday qila olmaydilar. Men shiliqlarni topaman. Sizlar tanamni himoya qilinglar. Reyn, shunchaki ajoyib. Gapingiz to'g'ri. Ular juda ham ko'p-ku. Men ularni topganda hayratda qoldim. Kelinglar, ularni yo'q qilamiz. Biroz to'xtang. Siz sehr qila olasizmi? Men shifo va olov kabi asosiy sehrni qila olaman. Men uzoq vaqt oldin buni o'rganishga harakat qilganman. Tushunarli. Bo'lmasa, olovli sharingiz bilan shilimshiqlarga hujum qiling. Nima?
lekin bu oson emas. Muammo yo'q, shunchaki sinab ko'ramiz. Tushundim, faqat shoshiltirmang. Axir shilimshiqlarning o'rtasiga kirib ketyapman. Bo'lmasa, qo'lga sehr jamlashim kerak. Sehrli doiralarni birlashtirib, keyin esa energiyani chiqaramiz. Olovli to'p. Nima bo'ldi? Bir soniyani o'zida tugadi. Men buni bilardim. Kanada bilan shartnoma tuzganingizda mushuk ruhini qobiliyatini oldingiz, to'g'rimi? Ha. Demak, siz men bilan shartnoma tuzganingizda ajdarho qobiliyatiga ega bo'ldingiz. Mening olovli to'pim va olovli nafasim sehrdan kelib chiqadi. Ajdarhoning sehrli kuchi barcha sehrlardan ikkinchi o'rinda turadi. Bu kuch esa hozir sizning ichingizda yashaydi. Ikkinchi o'rin sehrli kuchi. Xohlamayman, bu juda ham qiyinga o'xshayapti. Ular yana qaytib kelishdi. Yaxshi bo'ldi, biz ulardan amaliyot uchun foydalanamiz. Sehrdan foydalanish jismoniy qobiliyatdan ko'ra qiyinroq. Siz hali ham yaxshi uddala olmaysiz. To'g'ri, ammo bilaman bu qiyin bo'lishi mumkin, ammo harakat qiling. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, siz bizning xo'jayinimizsiz. Ha, bu to'g'ri. Men ikkalalarini oldida ijolat bo'lishni xohlamayman. Men yaxshiroq harakat qilishim kerak. Tanya, menga sehrdan foydalanishni o'rgating. Men juda qattiq qo'l o'qituvchi bo'laman. Omad Ren, siz buni uddalaysiz. Ammo Tanyaning o'qitish usuli olovli to'p. Ko'proq diqqatingizni jamlang. Siz buni doimiy ravishda qilishingiz shart. Buni ko'proq qilishingiz kerak. Qani diqqatni jamlang. Olovli to'p. U juda ham qattiq qo'l edi. Ammo menga sehrni yaxshiroq foydalanishga o'rgatdi. Mushuk opa, bu yerda nima qilyapsiz? Ishimiz tugagan haqida hisobot berishga keldik. Tushundim. Ajdarho opa, bugun nimani mag'lub etdingiz? Shilimshiqlarni. Voy, onam aytishlaricha, ular daladagi sabzavotlarni yeyishar ekan. Yaxshiyamki ularni yo'q qildik. Endi sabzavotlarni bemalol yeyishimiz mumkin. Ha, lekin men go'shtni yaxshi ko'raman. Men ham yaxshi ko'raman. Men ham. Ura, biz hammamiz bir xilmiz. Men keldim. Bu safar biz yaxshigina mukofot oldik. Agar biz odamlarga Tanya ajdarho libosidagi g'alati qiz desak, ular bunga ishonishadi. Vaqti bilan o'zini ko'rsatishga harakat qilsa ham, endi bu haqida hech qanday muammo bo'lmasa kerak. Hayvon ruhlari ham katta oshqozonga ega deb o'ylamagandim. Ovqat uchun rahmat. Va nihoyat to'ydim. Shahardagi taomlar juda ham ajoyib. Bugun yaxshi ishladilaring qizlar. Bu siz shilimshiqlarni topib mag'lub qilganingiz uchun. Tanya, siz sehrdan foydalanishga o'rgatganingiz uchun sizdan katta qarzdorman. Yo'q, menga rahmat aytishingiz shart emas. Do'stlar bir-biriga shunday yordam berishlari kerak. Aha, siz haqsiz. Reyn, hayvonlar bo'ysundirishni qayerdan o'rgangansiz? Men ham buni bilishga juda qiziqaman. Menimcha, buni tarixi qiziq emas. Iltimos, bizga aytib bering. Eshitishni xohlayman. Ha, yaxshi. Men tug'ilganimda hayvon bo'ysundirish qobiliyati bor edi. Qishloqdagi hamma hayvon bo'ysundiruvchi bo'lgan. Shuningdek, ota-onam ham hayvon bo'ysundiruvchilar edi. Shunday ekan, hayvonlar bo'ysundirish qobiliyatini o'rganganimda eslay olmayman. Men Kanadaga ko'rsatgan hasharot bo'ysundirish sehrini qishloqdoshimdan o'rganganman. Rostdanmi? Bu kichik, nomsiz qishloq edi. Mening qishlog'im endi mavjud emas. Bu voqea bunchalik jiddiy bo'ladi deb o'ylamagandim. Iltimos, meni kechiring. Xavotir olmang.
Bilaman, bu bahonadek tuyulishi mumkin, lekin buni qiziquvchanligim uchun so'radim. Men faqat sizni ko'proq bilmoqchi edim. Men ham shunday o'yladim. Men siz haqingizda ko'proq bilishni xohlardim. Ammo agar bu og'riqli bo'lsa, buni aytishingiz shart emas. Ha, men ham shunday deb o'ylayman. Do'stingiz haqida ko'proq bilishingizni tushunaman. Chunki sizning do'stingizman. Men o'zim haqimda aytib bermoqchiman. Sizlarga o'tmishim haqimda aytib bera olamanmi? Ha, albatta. Bu 12 yoshimda sodir bo'lgan. O'sha kuni ota-onam juda band edi. Ular mening mashg'ulotimni kuzata olmadilar. O'sha kuni men qishloq atrofida yolg'iz mashq qilar edim. Kechgacha mashq qildim va qorong'i tushganini ham bilmay qoldim. Qaytmoqchi bo'lganimda esa osmon qip-qizil edi. Qishloq tomon chopayotganimda nimadir noto'g'riligini bilar edim. Ammo men kelganimda juda kech edi. Qishloqqa hujum qilib bo'lishgan edi. Tiriklardan faqat men edim. Keyin esa sarguzashtchilar voqea joyiga yetib kelishdi va menga g'amxo'rlik qilishdi. Keyin esa ular meni mehmonxonaga berishdi. Men och qolmaslik uchun ishladim. Omon qolish uchun qattiq harakat qildim. Umrimning yarim yillari shunday o'tdi. Yarim yil oldin esa Arius jamoasini ko'rdim. Arius? Qahramonlar jamoasi. Ariusga odam kerak ekan. Va u jamoasiga taklif qildi. Men o'ylamay qabul qildim. Qahramonlar jamoasiga qo'shilsam, men o'zgaraman deb o'ylagandim. Qishlog'imga o'xshagan falokatli joylarni oldini olaman deb o'yladim. Ammo haqiqat boshqacha edi. Menimcha Arius mendan foydalangan ko'rinadi. Kechiringlar, menimcha umidsizlikka tushdim. Men shunchaki achinarliman. Kanada. Men bir muddat bu haqida o'yladim. Biz qaroqchilar ortidan borganimizda va kaltakessak podshohi bilan urushganimizda siz meni qutqarganingizda ham bir xil edingiz. Nima uchun siz xafatlarga beparvolik bilan shoshildingiz? Boshqalarga yordam berish uchun shunchalik harakat qilish kerakmi? Ammo nihoyat tushundim. Siz shunchaki odamlarga yordam berishni xohlaysiz. Sizning qayg'ularingizni boshqa hech kim ko'rishini xohlamaysiz. Bu umuman achinarli emas. Kanada. Siz juda ham mehribonsiz. Juda kamtar va juda halol. Rostini aytsam, men ko'rgan bu eng yomon narsa. Ammo albatta bu salbiy degani emas. Aytmoqchimanki, sizdek ustozim borligidan faxrlanaman. Ha, siz shunday odamsiz, Reyn. Men qanday bo'lsam ham bu narsa ortda qolganini his qilaman. Qizlar, men bunday ahmoq qahramon jamoasi borligini eshitmaganman. Ularga yordam berish uchun ko'p mehnat qilgan edingiz va ular foydasiz dedimi? Bu meni asabiylashtiryapti. Siz haqsiz. Ishonchim komilki, ular yana kechirim so'ragani qaytib kelishadi. Men uchun jahlingiz chiqqani uchun rahmat. Bu faqat siz uchun emas. Shunchaki bu juda ham adolatsizlik. Taniya, siz juda ham mehribonsiz. Iltimos, bas qiling. Siz qizarib ketdingiz. Yolg'on gapirmang, men qizarganim yo'q. Uchalamiz doim birga bo'lishni istayman. Eshiting, keling kim kuchliroq ekanligi haqida bellashamiz. Siz meni bellashuvga chaqiryapsizmi? Bu juda ham ahmoqlik.
Unday bo'lsa, men sizni taklifingizni qabul qilaman. Xo'sh, qalay? Bu safar bizning vazifamiz orklarni o'ldirish. Orklar Y darajali yirtqich hayvon. Ular jismonan goblinlardan kuchsiz. Ammo orklar anchagina kuchli va ular qurollar bilan jang qiladi. Biz bu ishni bir pastada bajaramiz. Aha, albatta. Qizlar, beparvo bo'lmang. Qanday bo'lmasin, biz hali yangimiz. Hattoki orklarga qarshi tursak ham. Ajdarho xonim hech qachon bezori orklarga mag'lub bo'lmaydi. Keling, yo'lni davom etamiz. To'xtab turing. Hammasi oson bo'ladi deb umid qilaman. Tanya, orqangizga qarang. Shunday qilib bu juda ham oson edi. Nima, bittasini o'tkazib yubordikmi? Hoy, nima qilyapsan? Qo'yib yubor. Tanya, ortingda. Ren. Ha, sen. Nima qilishim kerak? Sizni yarangiz juda ham chuqur. Hammasi yaxshi. Men uni davolay olaman. Axir menda sizni sehringiz bor-ku. Davolash. Ko'rdingizmi? Endi hammasi yaxshi. Xafa bo'lmang, Tanya. Lekin bu mening aybim. Haqiqatan ham qo'lingiz og'rigani yo'qmi? Og'rigani yo'q. Rahmat, qizlar. Kelinglar, kristalni yig'ib qaytaylik. Tushunarli, siz dam oling, Ren, men ularni yig'ib olib kelaman. To'xtang, men yaxshiman. Kuttirganim uchun uzr. Nima? Tanya qayerda? Biroz oldin shu yerda edi, lekin u biroz xafa edi. Men uni yolg'iz qolishini xohlayotganini his qildim. Men nimalarni o'yladim? Hay, ajdarho qizi. Aytingchi, bugun nimadan xafa bo'ldingiz? Bugun men sheriklarimga pand berdim. Rostdanmi? Ha, albatta. Opa, siz xafa bo'ldingizmi? Agar ko'nglingiz og'riy turgan bo'lsa, bu haqda aytish kerak. Onam doim shunday deydi. Tushunarli. Sizning onangiz juda ham yaxshi. U menga sabzavot yeyishimni aytganidan tashqari albatta. Xavotiringiz uchun rahmat. Endi hammasi yaxshi. Shunday ekan, unday bo'lsa ko'rishguncha. Reyn mendan xavotir olgandi. Lekin unga quloq solmagandim. O'zimni kuchimni ortiqcha baholab yubordim. Qanday beparvolik. Qanday qilib yuzingizga qarayman? Ren. Tanya. Ren. Nima bo'ldi? Xo'sh, meni eshiting. Men juda ham afsusdaman. Siz meni ogohlantirishga harakat qildingiz. Men beparvo bo'lganim uchun jarohat oldingiz. Shifo sehri muammoni hal qilgan bilaman, ammo vaziyat boshqacha bo'lganda-chi? Men rostdan ham juda ham afsusdaman. Bu haqida boshqa o'ylamang. Nima uchun jahlingiz chiqmayapti? Nima uchun kechirim so'rashingiz kerak? Faqat keyingi safar ehtiyotkor bo'lsangiz bo'ldi. Yaralanmaganingizdan xursandman. Kanada sizdan juda ham xavotirda edi. Tanya, sizda hammasi yaxshimi? Ha, men yaxshiman. Rostdanmi? Xayriyat. Hali ham bo'sh xona topilmadimi? Afsuski, yo'q. Yana bitta xona, iltimos. Kichkina bo'lsa ham. Yaxshi dam oling, yigitcha. Bitta xona kerak xolos. Uni umuman jahli chiqmadi. Va mening sog'ligimdan xursand edi.
Hattoki biz uchun karavotda yotishga ruxsat berdi. Ishonchim komilki, pastda uxlash qiyin. Reyn juda ham mehribon. Sog'ligingizdan xursandman. Nima uchun? Nega men Reyn haqida o'ylashni to'xtata olmayapman? Yuragim issiqlikni his qilmoqda. Men o'zi nima haqida o'ylayapman? Men xuddi Reynni sevib qolgandekman. Qanday shirin baliq? Yo'q, bu bunday bo'lishi mumkin emas. To'g'ri. Men unga qiziqaman xolos, boshqa hech narsa emas. Men osonlikcha erishiladigan qiz emasman. Voy, adyoli tushib ketibdi. Xayrli tun, Reyn. Ko'proq ishlab pul topsang, ko'proq ovqat olasan. Men ovqatlar uchun zakaz beraman. Oxirgi ishni ham bajarishga erishdik. Yangi uskunalar sotib olish vaqti kelmadimikan? Nima? Hayvon ruhlariga hech narsa kerak emas. Lekin siz hali ham odamsiz. Shaharga borganimizda balki olarmiz. Aha, roziman. Taomchi? Avval taom sotib olamiz. Ura, bo'lmasam tezroq bora qolaylik. Ha, mayli. Reyn. Salom. Ko'rishmaganimizga ancha bo'ldi, Reyn. Va nihoyat mana tugatib oldik 4-qismni ham. Xizmatinglarda Asadulloh bo'ldi. Biz bilan birga bo'ling va Anistardan uzoqlashmang.